300 boricha oltin aka. 1 2 3 ketdi. Hop. Tekshirib oling aka. Olib keling kamerani. Qani, treshina hech narsa yo'q. Teshuvlari hali teshilmagan mandani. Yenga bu sveji, ha? Sveji. Buni ag'darib ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Aka ko'taradimi chiqib? Ko'taradi. Qani chiqingchi? Chiqing. Mana. Yuzi qirilmasligi uchun sinfon qilib qo'ydik. Hamma testkasiga sakirdi, temir borligi uchun bilmaydi. Biz tez bunaqasiga sakraymiz. Bilinish uchun. Meniki 106. 100. 100. Bemalol testkasiga ko'taradi. Ko'pchilar temir turgani chiqadi-yu, u xatoda, mana sizlarga sinov. Sakraylik. Xo'p, sakrang mana bemalol. Xo'p, nechi pulgacha? Narxi 1 million 100 mingdan 1,5 milliongacha razmeriga qarab. Eng kichkinasi razmeri? Eng kichkinasi uglovoy 90 ga 90, primoy 120 ga 70. Bu zavod bilan sex farqi bo'ladimi? Sizniki zavod-a? Bizaniki zavod. Premiumda ishonadi, to'g'rimi? Farqi nimada? Sifatidami, rangidami? Sifatida kashisi bo'ladi, rangida, smalasida ishlatilayotgan mahsulotda, narxida farqi bo'ladi. Sexniki bilan solishtirish kerak emas zavod bilan. Объем bor. Объем bemalol. Любой aloqa chiqsa bo'ladi. Любойga biz ham qila olamiz. Da. Nomer yozib qoldirasiz, yana aloqa chiqarasizlar.